Ajratoshlar, har doim aytamiz, agar sizda tug'ruqdan keyin osilib qolgan qorin bo'ladigan bo'lsa, siz ming sport bilan shug'ullansangiz ham uni yo'qota olmaysiz va ortiqcha terilarni yo'qotishni yagona usuli bu ularni kesib olib tashlash. Shunaqa holat bizda xudo xohlasa abdominoplastik amaliyotimizni rejalashtiryapmiz. Bemorimizda o'sha tug'ruqdan keyin qorinimizni oldingi devorda ozgina terilarimiz osilib qolgan. Bemorimiz sport bilan shug'ullanadilar, figuralari o'zi juda chiroyli, ortiqcha yog'lar kam, lekin sport bilan shug'ullanganingizda ham mana bu ortiqcha teri hech qayerga ketmaydi. U naborot pastga osilishi mumkin yoki burishib kindik atrofida yig'ilishi mumkin. Xunukroq effekt beradi, vid beradi, no uni sport bilan tekislab bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda plastik jarrohlik yordamga keladi. Hozir biz operatsiya rejalashtiryapmiz. Mana shu qorinning oldingi devordagi ortiqcha terlarni to'liq olamiz. Sportivniy животик qilib beramiz. Shu bilan birga diastazimiz ochiq. Ya'ni qorinning oldingi devorda joylashgan premaya mышца живота ichki organlarni ushlab turish vazifasi. Mana videoda animatsiya ham qilib qo'yamiz, ko'rishlaringiz mumkin. Homiladorlik vaqtida cho'ziladi, ochiladi va unda razriv paydo bo'ladi. Endi u ichki organlaringizni ushlab tura olmaydi. Ya'ni mushakning bo'shligini hisobiga ichkaridan ichki organlarimiz yetarib turadi va sizda xuddi aslida yog'ingiz bo'lmasligi mumkin, no qorin borday vizualniy effekt beradi. Shuning uchun biz hozir kiramiz, ortiqcha terlarni olganda bir martada diastazimizni ham bir-biriga tikib chiroyli qilamiz. Shunda sportivniy животик shakllanadi. Bel sohalarimizni ingichkalashtiramiz. Orqa tomondagi yog'larimizni ham hammasini olamiz va chiqqan yog'larimizni obrabotkadan so'ng yegaditsamizga qo'yib ozgina lipofiling ham qilib beramiz, yana ham chiroyli rezultat olish uchun. Bu operatsiyamiz umumiy og'riqsizlantirish ostida amalga oshiriladi, ya'ni narkozda. Narkozimiz sami современный narkoz, bu gazli hisoblanadi, organizmingizga hech qanaqa zarari yo'q, ya'ni salbiy. Davomiyligi o'rtacha 2 soat, 3 soat, maksimum 4 soat bo'lishi mumkin. Operatsiyadan keyin albatta 2 kun, 3 kun yoki 5 kungacha klinikada qolishingizga to'g'ri keladi. Bu operatsiyamizning единственный minusi bu izlari. Endi e'tibor bersangizlar, bu yerda kesirvadan qolgan izimiz bor. Biz mana shu kesirvadan qolgan izni pastki qismidan 15-20 santimetrcha kesma o'tkazishimiz kerak, chunki mana bu terlarning hammasini tortishimiz kerak. Mana shu izlarimiz boshda qizil bo'lib turadi va bu sekin-sekin oqarib tana rangiga kiradi. Izlarni ko'rmoqchi bo'lsangizlar, bundan oldingi videoda ko'rsatgandik, mana tepadagi tugmani bosib o'tishlaringiz mumkin. Xo'p, yana nima? Chiroyli qilib beramiz. Xudo xohlasa, bir oydan keyingi rezultat ham shu videoning davomida bo'ladi. Kuzatinglar, rahmat. Ajratoshlar, operatsiyamiz tugadi. Ko'rib turganingizdek, abdominoplastika liposaksiya amaliyoti amalga oshirildi. Qorinning oldingi devordagi yog'lar to'liq olindi. Shu bilan birga ortiqcha terlarimizni oldik. Ichkaridan 3 ta tug'ruqdan keyin bemorimizda diastazimiz ochiq edi. Diastazimizni bir-biriga birlashtirib chiqdik. Shuning hisobiga qornimiz tekisni sportivniy животик bo'ldi. Liniyalarimiz ham bor. Bel tomondagi yog'lar, ortiqcha yog'lar to'liq solib olindi. Ko'krak atrofidagi yog'lar olindi va yegaditsamizning yon tomonlariga lipofiling qildik. Pisochni chisi yasab berdik. Xudo xohlasa bemorimizga yoqadi deb o'ylaymiz. Hozir yotgan holatda bo'lganliklari uchun ozgina bu joydan chiqib turibdi. Turganda bu juda ham chiroyli formani oladi. Bu bizning birlamchi natijamiz. Natijani kuzatib boringlar. Hammaga rahmat, kuzatishga davom eting. Ajratoshlar, abdominoplastika amaliyotidan keyin 3 hafta vaqt o'tdi. Bemorimiz oldimizdalar. Ko'rib turganlaringizdek, qorinning oldingi devorda, yuqorida videoda aytganimizdek, ortiqcha terlar juda ko'p edi. Tug'ruqdan keyin diastaz ochilgandi. Qorinning ortiqcha terilarini, yog'larini to'liq oldik. Ploskiy живот bo'ldi. Men ozgina burishib turgani, bu korset taqqanlar uchun qisilgan. Bu yoyilsa, xudo xohlasa 2-3 haftada chiroyli rezultat bo'ladi. Shu bilan birga esaringizda bo'lsa, yon tomonlarimizda juda ko'p yog'larimiz bor edi. Yog'larimizni barchasini oldik. Qorin va
belimizdan chiqqan yog'larimizni yegalitsalarimizning yon tomonlariga asosan lipofiling qilib berdik. Bu bizni oraliq 3 haftalik rezultatimiz, xudo xohlasa to'liq natija 2 oydan keyin bo'ladi. Bemorimizda bitish jarayoni yaxshi ketyapti. T-obrazniy potyashka qildik. Ozgina kindigimizni joyi pastga ko'chirilgan. Bu yo'q ham yaxshi bityapti. Izlarini ko'rsatishimiz mumkin. Bu ya'ni 3 hafta uchun juda yaxshi bityapti. Ozgina burishishlar bor. Hali shishlar ko'p, shishlar ketadi. Massaj boshladik bemorimizga. Massaj olgandan keyin 2-3 oyda juda chiroyli, ploskiy, zo'r rezultat bo'ladi. Bu bizning oraliq natijamiz. Natijaga baho beringlar. Qanaqadir savollar bo'lsa, kommentda qoldiringlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.